Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Alyumin akfa alyumin profilida mokriy asfalt eshik rom tayyorlaganmiz. Shotlankalar to'kilgan holatda qorong'i tushib qoldi. Lekin shunday bo'lsa ham bir qator video yoqib qo'yaylik deb. O'zi bu tilla rangli shotlanka prosta qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti. Lekin xudo xohlasa juda cho'tga chiqdi. Tayyorlar alkafon solib berdik. Nigirovkalar go'zal holatda, ruchkalar ham har doimgidek go'zal. Bu yerda 4 tarom 4 eshik bor. Ikkitasi tashqari tomonga, ikkitasi ichki tomonga. Ichki tomonga oq akfadan qo'yib berganmiz, oqidan. Bu ham go'zal holatda chiqdi. Nigirovkalar har doimgidek go'zal holatda. Ruchkalar ham baquvvatidan, oddiydan emas. Kvadratiga keladigan bo'lsak, kvadratlari har xil chiqyapti. 600 ming, 650 ming, shotlankilari bilan bo'lsa 700 mingga ham chiqyapti. Prosta eshik rom shotlankasi kvadratiga chiqmaydi. Eshik rom kvadratiga qimmat bo'lib ketadi, shunga asfotini hisoblaymiz. O'zi asosan asfotini hisoblaymiz. Kvadratlari har xil chiqadi bizda. Podokonnilari bilan bu joyda 17,5 million so'mga qildik. Akfani o'ziga, originaliga, ruchkalari har doimgidek originaldan bo'lgan. Ichki tomonlari aytib o'tilganda ikkita eshik, ikkita romimiz oqqa bo'lgan. Akfani o'ziga, haqiqiy akfani o'ziga bo'lgan. İşimiz yoqqan bo'lsa bir qator like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa like arziydigan ish bo'ldi. Ichki tomonlari bir xil bo'lgan. Podokonnilari bilan birgalikda bo'lgan. Podokonnilari bor. Hammasini podokonnilga qo'yilgan. Nigirovkalari go'zal holatda.